O'zbek tomoshabinlariga Saodat, Tuhmat, Girdobi va Baxt ovchisi kabi seriallardagi hamda kliplardagi rollari bilan yaxshi tanish bo'lgan aktyor Shohrux Hamdamov 31-iyul kuni 31 yoshni qarshi oldi. Otasidan erta ayrilgan san'atkor sifatida tan olinmagan va zapretga tushgan Shohrux Hamdamov ijodni qanday boshlagan edi? Shohrux Hamdamovning san'atkor bo'lishini oila a'zolari tasavvur qilmagan, chunki uning oila a'zolari orasida ichki ishlar xodimlari ko'p. Otasi rahmatli esa arxitektor bo'lib ishlagan. Oilamizda san'atkorlar yo'q deya olmayman. Xolam Vazira Yunusova aktrisa, amakilarim esa qo'shiq aytishadi. Organ sohasida ishlaydigan akam va bo'sh vaqtida qo'shiq xirgoya qilib turadi. Onam tish shifokori bo'lib ishlardi. Otam o'lganidan keyin bizni birovlardan kam qilmaslik uchun kurashdi. Oilaning kenja farzandi bo'lganim uchun menga hech qachon yo'q demasdi. Ba'zan mana shu ham san'atkor bo'lishimga sabab bo'ldimikan deb o'ylab qolaman. Qo'shiqchi bo'laman deganimda onam fikrimdan qaytarishga harakat qilgan, chunki bo'y bastim va jismoniy imkoniyatlarim ichki ishlar sohasiga mos edi. 2011-yili san'at kollejiga o'qishga kirdim. Uni tamomlab kollejda o'qish bilan birga Diydor teatr studiyasida ham tajriba orttirdim. O'zimga bo'lgan ishonchim yuqori edi. Afsuski, bir yildan so'ng bari sarobga aylandi, deydi Shohrux Hamdamov. Otam o'lgan kun aktyor otasi va uning o'limi bilan bog'liq kunlarni quyidagicha eslaydi. Otam rahmatli olamdan o'tganlarda bor yo'g'i 7 yoshda edim, ammo otam bilan bog'liq shirin xotiralarim juda ko'p. Bir kuni meni Xalqlar do'stligi san'at saroyiga olib borgan. U yerni otam boshchiligida qayta ta'mirlashgan. Bahodir Hamdamov deyishsa juda yaxshi bilishardi, chunki otam o'z ishining ustasi bo'lgan. Afsuski, yurak xuruji sabab juda erta olamdan o'tgan. Kutilmagan yurak xuruji barchamizni esankiratib qo'ygan. O'shanda bor yo'g'i 2-sinfda o'qirdim, deydi aktyor Shohrux Hamdamov. Institutga kira olmaganim alam qilgan. Aktyor kollejni bitirgan yiliyoq O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutiga hujjat topshiradi. O'sha yili O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Munavvar Abdullayev kurs qabul qilish kerak edi. Ijodiy imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirgan aktyorga omad kulib boqmaydi. Ijodiy imtihondan juda yuqori ball olganman. Atrofimdagilar ham institutga qabul qilinishimga ishonishgandi, ammo testda omad kulmadi va talabalikka tavsiya etilmadim. Testdan yiqilishimni bilardim. Bir ikkita tanishlarim pora berishni ham tavsiya qilishgandi, chunki o'sha yillar institutlar korrupsiyaga botib ketgan, testning o'rniga odam kiritish holatlari ko'paygandi. 3 yil san'at kolleji va Bahodir Yo'ldoshev ijod maktabida o'qib turib, nega institutga ham pul berib kirishim kerak deganman. Xullas 2015-yili institutga o'qishga kira olmadim. Keyin bir do'stim bilan kelishgan holda Hindistonga borib o'qishni niyat qildik. Ba'zan yaxshi ham institutga kirmagan ekanman. Bo'lmasa musofirchilikning nonini totib ko'rmasdim, deydi Shohrux Hamdamov. Shohrux Xonni ko'rish uchun Hindistonga borganmiz. Shohrux Hamdamovning onasi bu gal ham qo'llab-quvvatladi. U o'g'lining xohishiga qarshi bormay, unga bilet va xarajatlarni qoplashga yaxshigina pul berdi. Bolalikdan Shohruxxonning muxlisiman. Uning uyiga boraman, gaplashaman deb orzu qilgandim, ammo bu o'ylaganimdan ham qiyinroq ekan. Uning atrofida dunyoning turli nuqtalaridan kelgan insonlar to'planib turishar. Aktyorni hech bo'lmasa bir marta hayotda ko'rish uchun bir necha kunni bedor o'tkazishar ekan. Biz ham bordik, ammo o'sha kuni Shohruxxon Dubayda hordiq chiqarayotgan ekan. Keyin Anupam Kherning 6 oylik o'quv kursiga hujjat topshirdik. U yerda pulni to'lasa bo'ldi, imtihon topshirib o'tirilmas ekan. Aslida ham ijod bilan bog'liq institutlarga mahoratning o'zi yetarli bo'lsa kerak. 6 oy mobaynida juda ko'p narsalarni o'rgandim, deydi aktyor Shohrux Hamdamov.